ilm, madaniyat hamma yo'q, teppa-tekis. Hamma maza qilib yashayapti. Nimaga biz bunaqa qilib yashashimiz kerak? Bu yerda mayli, paxtakorni borib ko'ringlar. Yo'lda ahvoli qolmagan. 3 oydan beri yo'l kallab qo'ygan. Abeskilik mahalla bilan odamlarni urushib yuribmiz hozir. Traktorni olib kelib qo'yib 1 million gap keldim dedi. 1 million gap kelgan bo'lsa o'zini cho'ntagidan olib kelmaydi ular, to'g'rimi? Na, hech kim eshitmaydi meni. Mahalla komiteti men javobgar emasman deydi, boshqasi men javobgar emasman deydi. Yamalarga o'zimiz tursak to'lmayapti. Tuman u 1 metrda 2 metrdagi odam ko'rinmaydi agar to'xtamay mashina changga. Mahalla qo'l yig'ilib hokimiyatga borishimiz kerakmi? Biz qaysi asrda yashayapmiz? Odamlar tezraymi? Birinchisi aytadi tezra deydi, ikkinchisi aytadiki kartishga ketyapsanmi? Qachongacha biz changni ichida yashaymiz? Cho'lda ham bunaqa bo'lib ketmaydi daralar, cho'lda ham. Oldindan o'tib ketaylik, oldida aynaga bo'ladi, urib o'tib ketdi deb. Bolalarimiz maktabda o'qimasin desa, davlatimiz shunga yo'l qo'ysa, o'g'lamasa o'zi biladi. Ko'rib turgan ushbu joyingiz qandaydir jarlik emas, bu yer Madaniyat va Paxtaobod qishloqlarini bog'lab turuvchi asosiy yo'l hisoblanadi. Bu yer bir necha oydan beri shunday holatda turganligi haqida bizga aholidan murojaat kelib tushgan. Holatni batafsil o'rganish maqsadida biz Paxtaobod tumaniga yetib keldik. Endi shu yo'llarimiz holati yaxshi emas edi. Juda nima abgor holatga kelib qolgan edi. Endi tagida tuproq to'ldirilgan ekan oldingi paytlarda, ashuni yangidan qilmasa yana keyingi yangi asfalt yana ko'chib ketar ekan. Endi ashuni to'g'rilaymiz deb qanchadir 1 metrmi, 1,5 metrmi olindi, yana ma'lum shag'al to'ldirildi. Endi yana o'tladi, nimasi bor, qumi bor. U har mashina o'tganda bizga changa kelyapti. Meni bolalarim masalan allergiyasi bor. Yoshligidan allergiya, changa, mana shunaqa tutunga yashayotgan joyimiz, ko'rpa-to'shaklar, umuman ahvol o'ta chataq. Endi qilib beringlar deb murojaat qildik. Kelamiz shu kunda dedi, hayat ettasiga kelamiz dedi, kelmadi. Endi kutyapmiz, mana undan beri ham 1 oy o'tdi, mana 1 oy bo'ldi, borganimizga 1 oy vaqt bo'lyapti, hali kelgani yo'q. Aytib keldik, komitetni ham aytib keldik, yo'l boshliqlarini ham aytib keldik. Gap katta bitta traktorni olib kelib qo'yib 1 million gap keldim dedi. 1 million gap kelgan bo'lsa o'zini cho'ntagidan olib kelmaydi ular, to'g'rimi? Davlat hisobidan olib keladi. O'nglab qo'yish kerak edi. Mana shag'alni to'kib qo'yib ham trambovka bo'lish kerak deyapti. Trambovka bo'lmadan bo'lib bo'ldi. Buning tagida eski asfalt bor ekan, rossiyskiy. Qanaqasiga trambovka bo'ladi? Tezroq harakat qilinglar desak, mablag' yo'q deyapti endi. O'zlari ham birar kun o'tirib ko'rsin, birar hafta yashab ko'rsin shu ahvolda. Chidamaydi o'zlari ham. Hozir mashina o'tmayapti, mashina o'tganda ko'rardinglar. Tuman, 1 metrda 2 metrdagi odam ko'rinmaydi agar to'xtamay mashina o'tsa, changga botib hamma yo'q, mana daraxtlardan ko'rib tursa ham bo'laveradi. Eshik ocholmaymiz, deraza ocholmaymiz, issiqdi kuni. Nafas olishga sharoit yo'q. Bolalarimiz hammasi allergiya bo'lib ketdi. Sog' bolani o'zi qolmadi, mana hammasi doktorda allergiya bilan. Katta ko'chani Madaniyat Paxtaobod yo'lini o'nglab bermasa qiyin bo'lyapti. Bolalarga mana so'kishadi ham bir-ikkitani urib ketdi mashinalar. Endi yo'l talabga javob bermaydi. Butun mashina, ayniqsa katta mashina, KAMAZ, MAN degan mashinalar yuryapti. Asfalt chegalarini sindirib berdi mana. O'zi zo'rga peshonamizga bitgan edi bu asfalt jonivar. Mashina qo'lyapti. Bunaqada endi bo'lmaydi, shuni o'nglashga yordam qilmasa juda qiyin bo'lyapti. Endi yo'llarimizni ham bunaqa qilib yomon qilib boradigan bo'lsa, iloji bo'ladigan bo'lsa, davlatimizdan qo'lidan keladigan bo'lsa, bas katta ko'chani tezroq o'nglab, nima qilsin? Ertaga biz maktabga qanaqa jo'natamiz bolalarimiz bu holatda? Maktabda ham o'qitmasdan qapasda olib o'tirishga to'g'ri kelyapti-da, O'zbekiston fuqarosini farzandi maktabga bora olmayapti degan. Men o'zi internetga chiqmoqchi edim mana shu mavzuda. Jindaymol cholim og'rib qolib, chiqolmay mana shunchaki kunga cho'zildi. O'zim ham og'rib barinchalarda yotib keldim. Bunaqada biz bolalarimizni ishonib maktabga chiqara olmaymiz. O'qishdan qoldirishga to'g'ri keladi mana shu mahallani. Nechta o'quvchisi bo'lsa, mana ko'ryapsizlar. 1 minutda 22 ta mashina to'kin sanab turdim. Bolalarimiz maktabda o'qimasin desa, davlatimiz shunga yo'l qo'ysa, o'g'lamasa o'zi biladi. Uydan chiqib, qirg'aga endi mana qirg'ada ketyapsan. Endi orqadagi mashinani ham ko'rdim, oldida ham kelyapti. Shu men ro'paramga kelganda, bunday bir-biriga o'tib ketadi. Men shu oldimdan o'tib ketaylik, oldida aynaga bo'ladi, urib o'tib ketdi dek. Mashinday bo'ldi. Urganini ko'rgan, bildi shuni. Qaramay ketib yordi-da.
qaramay ketib bordi. Va o'zim bo'lib qolib qaramadim nimasiga. Bugun chaqirtirib nima qilsak? Ha, o'sha vaqtida nima qilsam qilardim, to'xtamadi, mashina to'xtamay ketib bordi. Urganini bilmaydimi o'zi, tekkanini ko'rmaydimi, bilmaydimi. Mashina sal qo'ygan, qo'shnim yugurib chiqib, ular dedi kelin. Va poshapa nima bo'ldi dedi, voy manaqa bo'lib qoldim. So'ng ketib bo'ldi, va ko'zlari yosh kelib, yana kap-katta yig'la olmasang, boshqa qila olmasang, ashita o'zim bo'lib qoldim biqqanam ushab. Biz Paxtaobod qishlog'idan taxminan 15 kilometr uzoqlikdagi Madaniyat qishlog'iga keldik. Bu yerdagi holat ham juda achinarli. Madaniyat hamma yo'q, teppa-tekis. Hamma maza qilib yashayapti. Nimaga biz bunaqa qilib yashashimiz kerak? Qorong'iroqda chiqsak, yiqilib tushamiz. Magazinga sal qorong'iroqda chiqsak, men haqiqatda yiqilib tushasan bu yerda. Qadam bosa olmaysan-da. Yomg'irli kunlarda nimalarda bolalaringlarni maktabga borib bolalar rasvo bo'lib ketadi, hamma yo'q. Komitet meniki emas desa, birorta inson kelib, mana shu yerda butun Paxtaobodga qatnaydigan transport shu yo'ldan qatnaydi. Bu qanaqasi bu? asosiy yo'l. Asosiy yo'l. Sentralniy yo'lda ketadi. Bitta mashinaga chiqib yetib borgunizcha ko'zingizdan chaqnoq chiqib ketyapti Paxtaobodga. Hech kim eshitmaydi meni. Mahalla komiteti men javobgar emasman deydi, boshqasi men javobgar emasman deydi. Erta bahorda may oyidan toki sentyabr, oktyabrgacha shu ahvol chang mana, mon qarang. Hammaning eshigi shu ahvol. Biz qayerda, nimaga biz qaysi nimada yashayapmiz? Hamma mahalla obodonchilik, chiroyli yaltirayapti. Nimaga bitta mana bizning ko'chamiz shunaqa? Tem bo'la hamma nima mashinalar yuradigan. Hokimiyat mashinasi ham yuradi, hammaning mashinasi shu yerdan yuradi. Qachongacha biz chang ichida yashaymiz? Cho'lda ham bunaqa bo'lib ketmaydi daralar, cho'lda ham. Ya suv bo'lmasa bu changlarni bir charaqlatib otib yuboraylik desak, changini. Mahalla pon yig'ilib hokimiyatga borishimiz kerakmi? Biz qaysi asrda yashayapmiz? Hammasi elektronniy hal bo'ladigan ishlar bo'lyapti hozir. Yamanlarga o'zimiz tursak to'lmayapti. Paxtaobod rayon bo'yicha, ashuna bo'yicha. Madaniyat Aslan bizim mana shu Paxtaobod madaniyat yo'limiz mana shu ahvolda. E'tibordan chetda qolib ketib qolyapti. Asosiy yo'linglar bu. Asosiy Paxtaobod madaniyat birlashtiruvchi yo'l mana shu yo'l. Loyli kunlarda, yomg'irli kunlarda qanaqa holat bo'ladi? Iloji boricha birinchi skorsda yurishimiz kerak yo'llar. Ikkinchi skorsda yurib bo'lmaydi. Yo'l ahvol mana shu. yo'llarga umuman qaralmayapti. O'zingizlar ham yurib ko'rsanglar bo'ladi. Shu xalqimiz mana shu nimalarimizni tashlaymiz. 2008dan beri mana shu yo'lda yursak, yo'limiz o'ta xarob. Turpaq to'ldirib qo'yilyapti-da, yomg'ir kelganda chiqib ketyapti. Mana misol kameralar o'rnatib qo'yganmiz avtobuslarimiz degan. Yo'l o'ta xavfli. Rosa qo'qqisdan kelib tormozdan bosib yuboryapti haligi yo'l yomonligidan. Bir-ikki marta sal qoldik urvarishga. Shunaqa ishlar yo'llarga e'tiborsiz qaramayapti. Yo'l umuman e'tibor berishmayapti. Haligi Paxtakor yo'ldagi joy ham o'ta mahallaga beton qo'yib qo'ygan. Daraxtga shil eshikni yamini shil bo'ldi yonboshini-chi. Daraxtlarga qo'ydinglar, beton qo'yib qo'ygan. Boshqa yo'li yo'q. Bir oy bo'lyaptimi-ki? Umuman bir oy qiziqqan ham yo'q. Ashiga hayron bo'lib qolyapmiz. Ashi mana odamlar ham hali do'q-do'qida karkishib ketyapsan deydi. Bizdagi grafik. Har 20-40 minutda 35 minutda yetib borishimiz kerakmi? 1 soatda yetib boramiz. Odamlar tezroq yurmaydi. Birinchisi aytadi tezroq deydi, ikkinchisi aytadiki karkishib ketyapsanmi deydi. Loyihalash bo'yicha yilni boshida smetda hujjatlarimiz, mablag'larimiz ajratiladi. U ajratilgan mablag'lar yilni boshida ajratilgandan keyin bu yerdagi tabiiy ofatimiz aprel oxiri mayda boshlarida bo'lganda, bu ko'zda tutilmagan holat bo'lgan. Ajratilgan mablag'lar o'z o'rniga sarflanyapti. Bu yerda ish hozir sekinlanib qolgan sababi shaharsozlik normalarini bajarish bo'yicha 20 santimetrlik shag'al tashlanadi, uni ustidan suv sepib kataloglar yuriladi. Keyin laboratoriya degan tashkilotimiz bor, kelib u xulosa olib, zichligi hamma yo'q normada bo'lgandan keyin keyingi etapga ruxsat beriladi. Keyingi yana 20 qatlam shag'al tashlanadi. Bu yerga biz hozir 1 metr 20 santimetr shag'al tashlashimiz kerak. Chunki bu yerda 1 metr 20 santimetr to'pog'ini olib tashlab, yo'l buzilgan hisobini olib tashlaganmiz. Shuni o'rnini qoplash maqsadida 1 metr 20 santimetr shag'al tashlashimiz kerak. U degani 6 etap degani.
har 20 santimetr zichlikdagi laboratoriyani chaqiramiz, laboratoriyani o'chirib navbati bilan keladi. Chunki Xudoga shukr, biz O'zbekistonimizda yo'lsozlik islohotlari yaxshi rivojlangani uchun juda ko'p joylarda yo'l qurilish ishlari bo'lyapti. Shuning uchun laboratoriyani ham navbatda bir hafta oldin, 10 kun oldin aytamiz, navbat kelganda kelib olib ketadi laboratoriyani. Shu sabablarda bu yerda ish sekinlashining sababi shu hozircha. Biz endi bu mablag'i yo'q deb, misol uchun qurilish qilmasdan o'tirganimiz yo'q. Mablag'larda bizga ajratilgan, tumanimizga ajratilgan mablag'larda bizga tashkilotimizga qoladigan 18% prochi rasxodimizdan mana shu yerga sarflab xalqni rozi qilishga harakat qilyapmiz. Paxtabod Qirg'iziston Respublikasi chegarasi avtomobil yo'lini 20 kilometrlik yo'l bu. Biz hozir 7-kilometrda turibmiz. Bizda mana oy-moy planimiz borda. Shu planda yo'llarimizni remont qilib, bajarib kelyapmiz. Bu sentyabr oyigacha qilinadigan ishlar. Mana misol uchun iyun oyida bajarib, davlatga hujjatlarni topshirsak, mana shu pulni bizga beradi. Yo'llarimiz xudo xolasa sentyabr oyigacha hammasi remontdan chiqadi. Bu yo'limizga keladigan bo'lsak, mana shu buzilgan 220 metr qismiga keladigan bo'lsak, bu 220 metr qismini xudo xolasa oktyabr oyining oxirida to'liq bartaraf qilamiz. Asfalt bosib. Mas'ul xodimlar yo'l qurilishi bo'yicha shaharsozlik normalari va talablarini hisobga olgan holatda Madaniyat qishlog'i yo'lini shu oyning oxirigacha, Paxtaobod qishlog'i yo'lini esa oktyabr oyining oxirigacha to'liq bitkazib, foydalanish uchun topshirishga va'da berishdi. Biz mavzuga yana qaytamiz. Mushtaribonu Odilbek va Tohirjon Qobilov Birinchi Bizda kanali uchun maxsus tayyorlandi.